Najot ta'lim haqida o'zi fikringizni ayta olasiz? Fikrmi? Ular haqida ko'p gapirsa bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Nafaqat o'sha IT yo'nalishdagi eng muhim zamonaviy kasblarni o'rgatishadi, balki juda ham katta ijtimoiy loyihalar bilan ajralib turadi. Mana bugun ham kitob taqdimotida turibmiz va bu kitob taqdimoti va targ'iboti zamonaviy dunyoda eng muhim ishlardan deb hisoblaymiz va Najot ta'limni bunaqa ijtimoiy loyihalarda katta hissa qo'shayotgani uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Najot ta'lim zamonaviy kasblarga mo'ljallangan o'quv markazi hisoblanadi. Zamonaviy kasblarni hozir yoshlarga kerak deb o'ylaysizmi va necha yoshdan boshlash tavsiya qilgan bo'ladi? Bilasizmi, ba'zi zamonaviy kasblar O'zbekistonga biroz kechikroq yetib keldi. Sababi bizadagi ijtimoiy tarmoq, internetlarni O'zbekistonga kech kirishi bilan bog'liq deb hisoblanadi. Lekin ayniqsa o'sha AI, sun'iy intellekt masalasi hozirgi kunda butun dunyoga bir xil kirib keldi va bu o'ylaymanki, bolalarni yoshligidan boshqa dunyo bolalaridan orqada qolib ketmasligi uchun albatta yoshligidan qiziqtirish kerak. Lekin Robit loyihasida ham xabarim bor. O'ylashimcha 7 yoshdagi bolalarni ham qabul qilishyapti va ularni ham dunyo qarashini, qiziqishlarini oshirib borishyapti va bu juda katta loyiha bo'ldi. Yangilik aytib o'tmoqchi edim ustoz. Biz aynan hozir 14, 16, 17 yoshli bolalar uchun yangi kurslar taqdim qilayotgandik. Ya'ni bunda arifmetika, mantiq va qo'shimcha dasturlash asoslarini o'rgatgan kurslar hisoblanadi. O'zi bu kursda jamiyatda hozir keraklilik darajasi qancha deb o'ylaysiz? Arifmetika ham foyda berishi mumkin. Bu ko'proq xotiraga yoki miyani tezlatishga bog'liq, lekin mantiq juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Sababi aynan IT sohasini rivojlantirish uchun yoki boshlanishi oson bo'ladi, tortib ketishi uchun algoritm juda ham muhimda. Mana shu algoritmni tushunish uchun ham mantiq juda ham kerak. Va bundan tashqari jamiyatdagi og'riqlarni his qilish uchun yoki umuman muammolarga tezroq yechim topish uchun mantiq juda ham kerak. Yaxshi loyiha boshlabsiz. Alloh oson qilsin.